Allahu Akbar. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. O'lim kelib to'satdan bir yigit bir vaqt bo'ldi. Gunohlari ko'p ekan, qabri olovga to'ldi. Yillar o'tdi oradan, yigit qiynoqda yotar. Ko'tarilmas azoblar kundan kun bo'lar battar. Ammo bir kun qabrga keldi ikki farishta. Zulmat bosgan bu qabr birdaniga yorishdi. Farishtalar dedilar, bitti qabr azobi. Endi sizga bo'lmagay Allohning hech g'azabi. Bu sovg'alar siz uchun bo'lsin sizga muborak. Bizlarning kelishimiz sizga jannatdan darak. Subhanallah ya Allah. Yigit dedi, malaklar siz shoshilib kelibsiz. Loyiq emasman sovg'aga, siz adashib qolibsiz. Orzularim ko'p edi, o'lib ketdim armonda. Loyiqmasman sovg'aga, qilmang meni sharmanda. Yotaverib bir joyda ko'nikdim-ku sabrga. Olib borib beringlar uni boshqa qabrga. Farishtalar dedilar, biz qilmaymiz hech xato. Bu sovg'alar siz uchun, sizga qilingan ato. Subhanallah ya Allah. Jon olguvchi farishta joningizni olganda, o'sha payt beshikda farzandingiz qolgandi. Insonlarga farzandlar beriladi omonat. Omonatga xiyonat o'rtamasa diyonat. Ayolingiz tarbiya qildi yolg'iz bolani. Farzandingiz o'rgandi shu bugun bismillohni. Subhanallah ya Allah. Qalbingizni tark etar endi azob g'avg'olar. Diyonatli boladan kelaverar sovg'alar. Yaxshi qolgin ey yigit, so'zimiz rostdur ishon. Farishtalar ketdilar, qabr bo'ldi nur afshon. Oxiratni unutdik, dunyolarga berilib. Savob ishni ar bildik, gunoh qildik kirilib. Bismillohni o'rganib, shuncha savob bo'lsa gar, qancha savob bo'larkan Qur'on o'qisak agar. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah.